1 million 300 ming so'mga shkaf borligini bilami deydi do'stlar. Andijon birinchi qo'l mebel ustakamiz yoniga kelganmiz. Sizlarga arzon zarudan shkaflarimizni arzon qilishni boshladik do'stlar. 1.60 ga balandligi 2.10 sm bo'ladi. Shu turishi 1 million 300 ming so'm bo'ladi do'stlar. Rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi. Xohlang maloshnisdan, xohlang karashnivisdan bo'ladi. Undan tashqari esa fasonlari sal boshqacharoq bo'lsin deganlarga tortmalari ham 3 tadan, 4 tadan ko'pgina foydalanadigan yaxshidan bo'ladi. Bunisi esa 1 million 400 ming so'm bo'ladi do'stlar. Undan tashqari esa menga bo'linadigan sal kattaroq bo'lsin, tepalari ham kengina foydalanadigan yaxshidan bo'lsin uka deydiganlarga esa bunimiz esa 2 metrga balandligi 220 sm. Shu turishi 2 million 400 ming so'm. Ne qilgandan bu yoqqa opalar jildirib qo'ysanglar ham bo'laveradi, bo'ladigandan bo'ladi. Undan tashqari esa 1.60 ga 220 si bor. Shu turishi 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Andijon birinchi qo'l mebelchi ustakamiz optim joyga kelganmiz do'stlar. Xudo xolasa assortiment esa juda katta. Yana siz obunachilar chiqsa kelishtirib arzonroq qilib beraman deyapti do'stlar. Bular ranglarimiz ham esa bular ham 1 million 600 ming so'mdan do'stlar optim bo'lib ketdi. Xohlang maloshni ochrog'idan xohlaysiz bunaqangi karashli mebelning ranglaridan video tagida nomerlar qoladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib unutmaysizlar. To'liq obzorimiz bozordagi YouTube obzor kanalida bo'ladi do'stlar. O'tib obuna bo'lishni unutmaysizlar.